Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, Persep ishqibozlari. Navbatdagi persepimiz ham xudo xolasa tayyor bo'ldi. Bu persepimiz razmeri eni 1.85, uzunligi 2.90 bo'ldi. Bu montaj degan variantda chiqqan persepimiz. Xudo xolasa bu persepimiz ertaga egalariga yuboramiz. Mana bu joylariga polini qo'yamiz erta bilan, xudo xolasa ertalab elektr chiroqlarni yoqamiz. Ertaga obeddan keyinga xudo xolasa videosini qo'yamiz egasiga. Persep mashinasiga ulab, chiroyli qilib ko'rsatamiz, videolarni qo'yib ko'rsatamiz. Persepimizda bo'yi 1.20, ichlari ham kenggina qilib qoldirilgan. İçlari ham keng, bemalol 3 ta yoki 4 ta ot sig'sa kerak. Meni mo'ljalimda shunaqa 3 ta ot sig'ishi mumkin. Endi 6-7 ta mol sig'adi. Endi qo'ylar ko'proq ham sig'adi. Persepimizda ochiladigan joylari mana bu joylarda. Buni ertaga videosini qo'yamiz. Yorug'i kunduzi videosini qo'yamiz. Endi diska balonlarimiz 20 turilgan ekan. Resollarimiz katta persepda resollaridan qo'yilgan. Mana shu persepimiz yuk ko'tarishlari xudo xolasa 3 tonna oshiq yuk ko'taraveradi. Maromda yuk yuklasa, 2,5 tonna, 3 tonna yuk yuklasa, persep ham uzoq xizmat qiladi. Mashina ham qiynalmaydi. Bu persepimiz montaj degan variantda chiqdi. Bortlari olinmaydi, panjaralari olinmaydi. Old ko'rinishlari ham juda bir boshqacha ishlangan. Persepimiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Bu persepimiz Namangan viloyatiga chiqarib beramiz. Materiallarimiz hammasi baquvvat materiallardan, stenkasi 3lik stenkada, profillarimiz ham baquvvat profillardan. Materiallarimiz hammasi qalin materiallardan ishlangan. Pul topadigan persep xudo xolasa. Keyingi persepimiz ham montaj degan variantda chiqadi. Buni ertaga ag'daramiz. Stupitsamiz 20 turilgan ekan. O'slarimiz rossiyskiy buroy turba, resollarimiz traktor teleskasining resollaridan. Materiallarimiz asosiy ramamizning materiali 6 stenka qalinligi. 1,5 santidan oshiqroq. Kuruklarimiz ruminskiy persep kuruklari qo'yilgan, katta kuruk. Materiallarimiz hammasi qalin, baquvvat materiallardan qilingan. Bu persepimiz xudo xolasa ot tashiydigan bo'lib chiqadi. Ot tashiydigan persep bo'ladi bu. Aylanishlari ham juda ham yumshoq aylanadi. Yengil xudo xolasa. Yurishlari ham yengil bo'ladi bu perseplarimizda. Mashinaga nagurska kelmaydi. İşte bunu oldi burilganligi uchun mashinaga nagurska kelmaydi. Oldi burilmaydigan bo'lib, ikkita balon yonma-yon bo'lsa, bunda mashinani ramasiga nagurska kelaveradi. Persep baloni yerda sidirilib burilganiga mashina ramasiga kuch keladi. Bu persepimizda mashinaga hech qachon kuch kelmaydi. Mashina shunday qo'zg'atsa bo'ldi, Nexia, Lacetti, Cobalt tortaveradi bu perseplarimizni. Bu persepimiz Qashqadaryo viloyatiga tayyorlantirilgan persep. Razmeri eni 2 metr, uzunligi 3,5 metr. Bu persepimiz razmeri 2.90 ga, eni 1.85. Mana shu persepimizga 0 dan 10 gacha bo'lgan bahoni berib ko'rasizlar. Ko'pchilik narxiga qiziqadi. Narxi 12 million so'm. Elektr chiroqlarni yoqib qo'yamiz. Erta ko'rasizlar. Like, podpiska bosib qo'yinglar akalar. Xudo xolasa videomiz kengroq tarqaladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bu persepimiz xudo xolasa ertaga videosini qo'yamiz, yuklab egasiga jo'natamiz. Bu persepimiz ham videosini qo'yib boramiz, ko'rasizlar. Xudo xolasa chiroyli chiqadi. Kimga qanday persep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Ekranga nomer qoldiramiz, aloqa chiqaverasizlar. O'zbekistonning barcha viloyatdan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Razmerlari sizlar xohlagan razmerlarda bo'ladi. Like isdan chiqmasin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.